bir qizga uylangan bo'lardingiz? Qorasiga. Bumi? Qora sochli. Nimaga? Ishi yo'qadi. O'zbek bo'lsa-yu, soch sariq bo'lsa. Nimaga? Interesno. Hol. Ruschani bilmayman, rus qizlarga qiziqaman-da. Nice. Ham qanaqa svet deyiladi? Kashtanli. Kashtanini tanlardim men. Sibir soch qaysi rang sochli? Nimaga? Yo'qadi, buni sariq yo'qadi. Ha, sariq sochli qizga uylanib, o'sha qiz sochimni bunaqaga bo'yayman desa nima degan bo'lardingiz? Kalga olib tashlaydim. Bunisi cho'ko. Ayolingiz bunaqa rangga bo'yayman desa nima degan bo'lardingiz? Farqi o'zi xohlagan rangga bo'yaversin endi. Qaysi rang sochli ayolni tanlagan bo'lardingiz yoki tanlagansiz? Men de sochli ayol tanlaganman. Ha, ayolingiz bunaqaga bo'yayman desa nima qilgan bo'lardingiz? O'zini xohishi bo'yasa bo'yaversin. Uylanganmi? Qaysi rang sochli ayolni tanlagansiz? Hijobda. Sochlarini rangini aytmaysizmi? Qora. Qora. Ayolingiz sochlarini bunaqa rangga bo'yayman desa nima degan bo'lardingiz? Baribir o'zimdan boshqa hech kim ko'rmaydi-ku. Menga faqat qora yoqadi. Qaysi rang sochli ayolni tanlagan bo'lardinglar? Mana bu. Nimaga? Chunki chiroyli ekan.